Bugün Toshkentga kelganmiz. Yangiyo'ldan voy onasiyim, yomoni va bu og'ir ekan. Yangiyo'ldan klientlar kelishgan. Aka, assalomu alaykum. Arjon aka, sizsiz? Hop, gilam ko'rishyapti. Hozir yoqyaptimi gilamdan aka? Gilam yaxshi aka, zo'r sifatli. Narxchi narx. Kelishtiryapsizmi aka? Yaxshi, zo'r. Ha, kvadrat qancha mana shuni, metrimi? Kvadrat 60 ming, 1 metr 210 ming so'mdan 3,5 metrlik. Hazillashmang aka. Qalonligini ko'ring. Mana 50 mingligi mana bu. Yangilikni yomoni bo'ptimi? Mana. Klientlarga bemalol ko'rish mumkin. Bu 50 mingligi, bu 60 mingligi. Negaki buni sifati sal zichroq to'qilgan. Farqini Ya buni gullari ham yangi ekan-a. pullari ham yangi. Xohlagancha metrda kesib beraverasizlarmi buni? Ha, mana unda yana boshqacha rangi bor-a. Bu boshqacharoq. Shuni sal ochaylik-da. Buni ham bitta gulini ko'rsatardik. Mana qaranglar. Mana. Bu qanchadan? Bir xilmi? Bu ham bir xil. 60 ming. 60 ming, 50 mingligi bor, mana bu yoqda turibdi, uniki 175 ming so'mdan yuradi. O uzun, ha? Ha, yo'q, nark tomonda. Ha, ichkarida. Ha, ichkarida turibdi. Keyin mana bu tomonda turibdi, yurapinskiy. Bu necha metr eniga? Yeni 350. 350 dan 10 metr desa ham kesib beraverasizlar. 1 metr deydimi, 5 metr deydimi kesib beraveramiz. Mana bu Alijon akaga hozir 340 ga 5 metr 340 ga ekan. Biz 340 ga 5 metr qilib tayyor qilib beramiz. Xudo xolasa tayyorlanish jarayonini ham ko'rib o'tasiz o'zingiz. Bugun- Xudo xolasa. Bugun gilam do'koni haqida polniy obzor qilamiz akalar. Bo'ldi, Alijon aka yoqtiravering bo'lmasam, go'zal qilib berishadi. Qaysi mana yoqyapti? Taydi. Ha, shu tagidagi. Ha, taydi. Metrajni so'raganlarga mana endi 3,5 metrlik metrajnilarimiz. Yangi gul 2025 dik akalar bular. 270 mingdan 1 kvadrat 45 minglik 2 go'ch. Mana turish 270 ming buni ham. 2 ga 3 gilami akalar. Bu ham. Bu ham 270. Mana ularni necha pul qilib beramiz? Bularni xudo xolasa 210 ming so'mdan 1 metrini qilib beramiz. 60 ming so'mlardan aylanadi kvadrat metri. Kvadratiga. Qanaqa gullari bor yana? Buni mana bunaqa qalin klientlarimiz ko'p so'rashdi. O'shalarga binoan mana 60 mingligi ham bor. 60 mingmi bu? 60 mingdan. Nechiga nechi qancha? 3 ga 5. Bu qanchaligi? Bu ham 60 mingligi mana. Ko'ringlar, buni kamida 1,5 million nari beri sotiladigan gilamlar. Bularning ham 1 kvadrati 60 ming so'm. Xo'sh, o'shanda sizlarga 3 ga 5i 600 ming, 300 ming, 800 ming so'm pulga aylanar ekan mana. 3 ga 5 gilami? 3 ga 5i 60 ming so'mdan 15, 900 ming so'mga aylanar ekan. 900 ming. 900 ming so'm. Adashib ketdi. Ha, bo'lib turadi aka. Har bitta gilam olasizlarmi, ikkita gilam olasizlar, mana shunaqa yaxshigina qimmatbaho joy namozlardi. Ro'zai Ramazon oyi uchun. Ro'za oyida. Ro'zai Ramazon oyida bitta joy namoz padarka qilamiz. Ekranda raqam qoldiryapman aka, qarang. Telefon qilishadi, kelishadi. Yana aytilgan narsadan o'tib beradi. O'tib beriladigan joylari bor. Bo'ldi. Yaxshi. Toshkent shaharga bitta telefon qilasa, dastlabkasi bepul. Joyiga yana bitta narsa ko'rsatib o'tib keting. Qani? Mana qalinligi. Mana 60 minglikmi bu ham? Mana qalinligi, ha. Mana orqasi zichligi. Klik rahmal degan narsani o'zi yo'q mana. Mana yana gilam bo'lib qolaveradi. Mana to'kilmaydi. Sifatiga javob. Sifatiga javob. 50 mingligi ham bor. 1 kvadrat metr 50 ming, 47 mingga ham chiqarib berdi siz. 45 mingligi ham bor. Kelaverasizda eng arzon joy chiqadi. Bo'ldi.